Hayyo, YouTube ahli barchangizga assalomu alaykum. Bugungi mana o'sha videomizda qanaqa qilib Minecraftga skin o'rnatishni o'rgataman. Bugun mana shu Craftsman shunga bunaqa skinlarni o'rnatishni o'rgataman. Birinchi bo'lib Minecraftdan chiqamiz hozirgi navbatda va Play Marketga kirib olamiz. Play Marketga kirib olgandan so'ng bu yerga skin for Minecraft deb yozamiz va shuni va mana shuni o'rnataveramiz. Buni o'rnatsanglar ham bo'ladi. Ikkalasidan bittasini o'rnatsanglar bo'ladi. Bunda uncha skinlar yo'q bunda. Bunda hamma skinlar bor. Men mana shuni o'rnatib qo'yganman mana. Keyin buni ichiga kirib olamiz. Hozir mana kirib oldi. Bunga qanaqa skin qidirmoqchi bo'lsalar ham bemalol yozsanglar chiqarib beradi. Masalan, mana hozir Joha deb yozamiz mana. Hozir chiqarib beradi. Mana chiqardi. Mana Joha skini turibdi mana. Mana turibdimi o'sha skin. Xohlasanglar shuni o'rnatinglar. Mana masalan Shahs deb Shahs deb yozamiz. Buni bittani yo'qotaveramiz. Mana chiqardi Shahsnikini ham. Mana Shahsniki ham turibdi. Keyin Javohir deb yozsalar ham mana chiqardi. Mana chiqardi turibdi Javohirning. Ko'rdinglarmi? Xohlagan skinlaring bor. Men masalan Kompot deb yozaman. Mana chiqdi. Mana chiqib turibdi. Yana men hozir Johanikini o'rnatib olaychi. Johanikini o'rnatib Downloadni bitta bosamizda To Minecraftni bosmanglar. To Gallery deganni bosinglar. Hozir reklama ozgina mana Johanikini o'zi skinni o'rnatib bo'lsa, mana bu yerda shunaqa deb Open in Gallery deb chiqadi. Gallery keyin chiqib ketamiz va bundan Minecraftga kiramiz. Hozir 1 minut. Skin degan joyga bosamiz. Mana shuni o'rnida mana bu o'rnida sizlarda boshqa narsa turadi. Men o'rnatganman. Bu o'rnida boshqa narsa turadi. Shunga kirib galereyani bosamiz. Mana shu yerga bosib, mana har xil skinlar o'rnatib qo'yibman. Mana hozir o'rnatgan skinimiz mana. Keyin bitta Minecraftga kiramiz. Mana tayyor. Johan skin tayyor. Kimga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Esdan chiqmasin, kanalga obuna bo'lish. Mana o'sha mashhur Johan. Bo'pti, sog' bo'linglar.